Assalamu alaykum. Tiləklərimizin nurluq keləcəyi, iqbalimizin parlaq yıldızları, suyumlik yürək parlarımız umaqlar. Səbiylər dünyasına xoş gəldinglar. Anlayatqınыңlar Azad Şərq Türkistan radiosu sizlər üçün alohida tayyorlagan Səbiylər Dünyası namlıq balalar anlatışı. Mən sizlərning yeni dostunlar Anar. Bu anlatışda mən sizlər bilan birgə Uyghur balalarga xas çöçekler, rivayetler, hikayeler, tefekkür iqtidorlaringlarni cheniqtirishga yordamchi bo'lalaydigan tepishmoqlar, sho'x lirik balalar naqshlari va esil balalar she'rlari. Vatanimiz Sharq Turkistonga munosabatlik muhim tarixiy uchurlar, Uyg'ur tarixi shaxslariga oid voqea, bayonlar qatorliq mo'l mazmunliq anlatishlarimizni eng suzuk va yuqori sifatda sizlarga sunishga tirishiman. Sahifimizning arzusi sizlarning ko'ngil qasringlardan o'rin olib, an'ana, madaniyat, tarix, urf-odat qatorliq milliy xosliklarimizni sizlarga tunishtirish orqali sizlar tashna bo'layotgan ma'naviy saynani barpo qilishdir. Eng muhimi, ana tilinglarni ko'ngil xushi bilan o'rganadigan yep-yangi bir muhit yaratish. Bu sizlarning dunyoyinglar. Bu Sabiylar dunyosi. Kichik do'stlar, əmsə anlatışımızı başlamdıq. Avval huzuringlarga sunadiganimiz Uyg'ur yozuvchisi Botir Ro'zining Yangi ma'rif bayroqdori Abduqodir Damulla nomli asrining 2 qismi. Xonga yargan beshim tazg'i yarmabdi. G'o'ljida Musa baylardan boshqa Ro'siylik tatarlar, yerlik Uyg'urlardan bir qanchasi yangicha maktab va qiroatxonalarni ochib, Uyg'ur tilida gazet jurnal chiqarib, G'o'ljida ma'rifatparvarlik kayfiyatini avj oldirgan bo'lsa-mu, lekin buni Qashqarni markaz qilgan mutaxassislik selishtirganda Qashqar taraf yanada kuchli edi. Abduqodir Damullam Qashqarga kelibla mana mushundaq kuch selishtirmasi jihatdan mutlaq ustunlikni egallab turgan mutaxassislarning qattiq besimiga duch kelgan edi. Bu zaman g'aflat va beparvolik zamoni emas. Uyg'onish va sagaklik zamoni. Jahillik va nodonlik davri emas. Ilm, ma'rifat davri. Susluq va bekorlik vaqti emas. Tirishish va g'ayrat qilish vaqti. Boshqa xalqlar ilm, ma'rifat soyasida havoda uchib parvoz qilayotganda suv ostida bo'lsa, xuddi quruqlikda yurgandek erkin o'zishivassa, yana g'aflat uyqusiga yetib, ko'ni maktablarning real amaliyotdan ayrilgan, xalqning amaliy ehtiyojiga, davrning talbiga qilchi moslashmaydigan dogma ta'lim-tarbiya usuliga, butunlay arab faris tilidagi diniy kitoblarni darslik qilgan o'qitish mazmuniga, o'quvchilarning yosh alohidaligi va bilim iqtidori bilan hisoblashmasdan tushunmasimi kitobni qoriqlarcha yodlatib, qoriqlarcha takrorlatadigan o'qitish usuliga, muayyan muddati bo'lmaydigan o'qitish tizimiga zodili yepishib olishga bo'lmaydi deb qaraydigan Abduqodir Damulla farosatini Qashqarning hozirgi ma'arif va ijtimoiy muhitiga jonliq tatbiqlab, kitob yutib olgan eshakka aylanib qolgan Qashqardagi talay kitobiy olimlarning ko'zlarini olib-chekman qilib etdi. U garchi o'qitish usuli, o'qitish mazmuni, o'qitish materiali qatorliq jihatlarda bir yurish islohotlarni elib berib, uni ma'arifning hozirgi yuzlanishi va ehtiyojiga uyg'unlashtirgan bo'lsa-mu, lekin Uyg'ur ma'arifining ijtimoiy an'anasiga ijodiy varislik qilishni hargiz unutib qolmadi. Shunga uning ma'arif islohoti xalqqa o'gay bo'lib qolmay, ularning xuddi o'z bolasida qizg'in qarshi elishiga erishdi. U madrasa va masjidlarda kashkicha quruqdan quruq vazxonlik qilib o'ltirmay, orqa-orqadan sarf nahvi, ya'ni morfologiya va sintaksis, tashilil hisob, ya'ni hisob ilmi, coğrafiya ilmi,
aqoid javhariga, ya'ni negizlik aqidalar, mutolaa hidoyat, ya'ni boshlamchi o'qishliq, bidayat tusarib, ya'ni leksiydan dastlabki asos, hidoyati nahvi, ta'limi sabiyan, ya'ni go'daklarga tarbiya, fasayiful atfal, ya'ni o'smirlarga nasihat qatorliq o'qitish mazmuni, o'qitish usuli, bolalar tarbiyasiga oid fanniy maktablarmi, diniy maktablarmi o'xshashli qo'llansa bo'ladigan ommabop darsliklarni tuzib chiqadi. Abduqodir Damullaning ta'liga Yangi Sarliq Nur Hoji degan ma'rifatparvar kishi 1910-yili Bavudun Bayning iqtisodiy yordami bilan Matba'i Xurshid Matba'i Nur, ya'ni Quyosh matbaasi, Nur matbaasi nomli tosh matbaa qurgan edi. Abduqodir Damullam yangicha ma'arif ideyasi bilan sug'urilgan darsliklarni u yoqdan tuzib, bu yoqdan Nur Hojining tosh matbaasida nashr qildirib, madarislarga haqsiz tarqatib berdi. Yangicha ma'arifni qo'llaydigan Qashqar mudarrislari ko'nicha ma'arif bilan elishadigan kuchli qurolga ega bo'lgani uchun Abduqodir Damullamga qancha rahmat aytsa arziydiganligini his qilishmoqda edi. Abduqodir Damullam darslik tuziman deb boshqa ishlarni tashlab qo'ymadi. U o'zimi mudarrislarga boshlamchi bo'lib, dastlabida G'o'ji cho'ngning qumliqidagi o'zbeklar ochgan madarisga, ondan keyin Qashqar shahar Yorbog' ko'cha boshqarmasiga qarashliq Bashiriq mahallasidagi Laypashtoq madarasiga berib mudarrislik qildi. U o'zi tuzgan bir yurish darsliklarini o'qitish amaliyoti jarayonida sinab qilib, amaliyotning siniqidan o'tkazgandan keyin ondan kech-kechalab uxlamay, mukchib o'tirib, boshning qiytiqini chiqirib tortadigan jafosiga rozi bo'ldi. Abduqodir Damullamning din bilan fan birlashtirilgan yangi tipdagi ommabop o'qitish usuli, qatmal ko'n o'qitish tizimidan zerikib, tit bo'lib turgan o'quvchilarning oshgan yeriga toza borgan edi. 30 tishdan chiqqan gap 30 elga tarabdi degandek, uzoq o'tmay Abduqodir Damullaning shuhrati yiroq yaqinga tarashqa boshladi. Shuning bilan birga bir qism johil mollalar, mutassib sufi eshonlar, xalifalarning uning shuhratiga hasad qilib va uni jadidlikda, dahriylikda ayblab tarqatgan ig'volarmi dambas qadamda yeyilib boradi. Tatliq uzunning putqutula, yaxshi ishning chatqutula degandek, jahil, xurafi, nodon mollalar tarqatgan bu mug'ur ig'volar Abduqodir Damullam va uningga ergashgan bir to'p taraqqiyotparvar zotlarga qora ko'langa tashladi. Bundaq ko'langilar paydo qilgan buruqturum havodan demiz qilgan Abduqodir Damullam hajga berishni bahona qilib, yana bir qatim mangu ayrılg'usi yo'q vatandan ayrilishga majbur bo'lib, safar tayyorligiga jiddiy tutindi. Agar u Buxoro va Samarqandlardan kelib, diniy islohotni va jaddidizmni tashviq qilmagan bo'lsa, uningga mushkuli yo'q edi. Abduqodir Damullam Qashqardagi uyida o'zini uzatqili kelgan Qutlug' Shavqiy qatorliq ishkuyar yoranlari bilan ko'zi qiymagan holda xo'shlashdi. Usuli jadid harom. Uni o'quvchi dahriy degichi mutlaq ko'p sondagi dindorlarning og'zini tuvoqlash ancha o'ng'ay emas. Bu qitimqi hijratda mushaq ko'prak boshqa turg'aysan bolam, dedi uni uzatqili kelgan Shayxul Ulamo Islom Damulla. Bu qitim agar bu haqda obro'li islom ulamolaridan lillo fatvo ololmasam, bu vatan menga harom bo'lsin. Xalqni rivoj topqizish uchun ishni oldi bilan ma'orifdan boshlamay bo'lmaydi. Qur'on Karimda har qanday qavm oldi bilan o'z ahvolini o'zgartmaguncha Tangri ularning ahvolini o'zgartmaydi deyilgan. Yelkamdagi yuk eg'ir, neni davollar meni saqlab turmoqda. Biroq elni bolduroq jaholatdan qutuldirish uchun har qanday egiz davom bo'lsa-mu, futimni ot, qo'limni qamchi qilib chapqayman.
Gezi kelsa, jonni pido qilishga tayyorman. Shu kuni Abduqodir Damulla eg'ir azob ichida Qashqar bilan xo'shlashib, otish qarab yurib ketdi. Otishdagi ota-ona va urug' tuqqanlari uni ko'z yesh ichida qo'rqinchli yo'lga selib qo'ydi. Abduqodir Damulla bu qitim Qashqardan butunlay amalsiz qolgan ahvolda ayrilishga majbur bo'lgan edi. Chunki ishon mollalar Damullamga suiqasd qilmoqchi bo'lishgan va Damullam buningdan xabar tepib qolgan edi. Agar Qashqardan vaqtincha ayrilib turmasa, hayotidan ayrilib qolish xavfi bor edi. Abduqodir Damullam yo'l bo'yi islom ellarida yuz berayotgan ajoyib yangiliklardan o'z istikini ro'yobga chiqaradigan yo'lchiqlarni izlab, uzoqdan uzoq xiyollarga g'arq bo'ladi. Asr-asrlab tushkunlik patqiga boshchilab patgan xalqi qachon o'z qaddini rostashga muvaffaq bo'lar? İqtisodiy qaqshanlik, siyosiy muqimsizlik va ruhiy mahkumlikdan kelib chiqqan diniy tarafvozlik va tabriqchilik illatlari biz haqqa it yilidek eshak yiligicha udum bo'lib ketaveramdi. Navoiy davridan keyin bizda nimishqa partlash xarakterli fikr inqilobi yuz bermaydi. Mahkumlikdan iborat ig'ir qismatga duchor bo'lgan endi keyingi avlodlarga yana qanday baxtsizliklar eshib qolar ha? Din asabiylik va arablarga qoriqlarcha cho'qinish xohishi yana qachongacha bizning shillimizga ruduboydek minib elib baxtimizni qora qilib o'tar ha? Hozir ilm ma'rifat ishlari tugishib ketdi. Bu yerda biror kutubxona tepish quduqning ichidan yingni izlagan bilan barobar. Hozir emas, balki butkul musulmonlar dunyosi zaiflashmoqda. Butkul musulmon sharqi tushkunlashmoqda. Musulmon sharqi agar islom ruhi ojizlashmasa va asli mohiyatidan chetnab ketmasa, g'arbning tahdidiga uchraganliglar bundoq zaiflashib ketamdi. Damullam ana shunday ochiq xiyollar bilan qo'rqib yetib keladi. Damullam qo'rqinchga yetib kelgandan keyin o'limalar uningga katta e'tibor ko'rsatdi. Uning sharaf uchun maxsus kechilik suhbatlarni uyushtirib, uni chet elda o'rganganlarini so'zlab berishga taklif qiladi. Ilm ishqida yurgan nurg'unlagan kishilar uning darsini anglash, tushunmagan ba'zi masalalarni so'rab olish uchun yiroq-yiroq yerlardan kelib, Abduqodir Damullamdan iborat bu chiroqqa xuddi parvonadek o'zini urdi. Abduqodir Damullam ozroqla orsolda bo'lsa, yana yeziqchilikqa kirishib ketdi. Mana, qo'rqinch kelib uzoq o'tmayli boshlagan Haqiqat javharlari nomli she'riy asrimi talay uyqusiz kechalarning yo'ldoni sifatida oxiri bitib chiqadi. 1918-yildan boshlab Abduqodir Damullamning o'zi Qashqarda yo'lga qo'yib, amalsiz tapni halol qilib tashlab qo'yishga majbur bo'lgan yangi ma'arif harakati haqida atoqli islom o'limolaridan fatvo elish maqsadida bormagan Toshkent, Shamay, Ufa, Qozon, Ural, Turkiyalar qolmadi. U joylardagi o'limalar Abduqodir Damullamga u kutgan lilla fatvoni bergili unmadi. Uning taqdirdimi islom dinining opridigohlaridan bo'lgan Makka o'limalarining fatvosiga minildi. Yani kelib Makkadan boshqa joylardagi kattalarning fatvosi bilan sesiq gap qilib, pilni o'sirtadigan qashqarlik zuvondarlar raqiblarining og'zini tuvoqlash shundoq o'ng'ay ishmi? Abduqodir Damullam oxir Makkaga qarab at soladi. Makkadagi o'limalardan fatvo elishmi undoq osonga tushmaydi. Shunga u gap so'zda tark sunib ketishdan bakrak ehtiyot qilib ko'ngan dangdor o'limalarni takror suhbat o'tkazib qoyil qilib yumishtish uchun Saudiya Arabistonda bir mazgil turib qilishga majbur bo'ladi. Biroq uning takror suhbatlashishlardan hech qanday natija chiqmaydi.
Şuna o amalsız Misrdagi o'limalar orqali ularga ta'sir ko'rsatishni birdan-bir usul qilib tanlab oladi. Abduqodir Damollam Misrdagi o'limalar bilan keng ko'lamda uchrashadi. Abduqodir Damollam bu qatimqi safarida garchi ta hozirgacha o'zining yangi ma'arif harakatiga halol, durust fatvo elish maqsadiga yetolmayotgan bo'lsa-mu, lekin borgan yerida shu yerning olim o'limalari bilan qizg'in bas munozara qilishib, chang chiqirib mang'ashqa, O'rta Osiyodagi atoqli olimlar qatoridan o'rin olib, zo'r shuhratga ega bo'ladi. Danqı o'zidan burun yetib kelgan Misrda u olim o'limalarning o'ziga kutganidan ustunroq irtibot ko'rsatishlariga muyassar bo'ladi. Abduqodir Damollam Misrda ilmiy suhbatda bo'lgan Tatar xalqining buyuk tarixi olimi Zakir Qodiri Abduqodir Damollam bilan elib borgan suhbatdan keyin yaqinlariga uni ta'riflab, Abduqodir Damollam islom dunyosida oz tepiladigan mutafakkur va islohotchi, kurashchan buyuk olim deydi. Biroq bu gaplarni Zakir Qodirning yaqinlari anglagan bilan Abduqodir Damollamning o'zi anglamadi. U anglagan bo'lsa-mu, bu gapga ancha xush bo'lib ketmaydi. Chunki uningga o'zining danqidan ko'ra vatandoshlarning jaholatdan uyg'onishi bakrak muhim edi. Misr o'limalari bilan ilmiy suhbatda bo'lish jarayonida o'z xalqining ilm ma'rifatda haqiqatan orqada qolganligini, buning asosli sababi hukmron doiralarining xalq ommasini nangi qulluqda, nodonlikda tutish siyosatidan bo'layotganligini, agar vatandoshlari yanada hech yerni ko'rmay, hech narsani tushunmay, dunyodan bexabar yashayversa, qulluq, jaholat, nodonlikdan abadiy qutulolmaydiganligini texmi cho'nqur his qilgan Abduqodir Damollamning bu oy, bu kunlarda parishonligi aslab eshib bormoqda edi. Butkul xalqning fan madaniyat saviyasini yuqori ko'tarishni, millatlarning haqiqiy barobarligini ishga oshirishni, millatlarning ittifoqligini kuchaytirib, bir niyat, bir maqsadda o'yisha oladigan qilishini o'zining birdan-bir shuari va kurash nishoni qilgan Abduqodir Damollamga vatandoshlari kutgan usuli jadid haqidagi durust fatvoga erishmay turib xushallik harom edi. Do'stlar, bu asarni anglagandan keyin Abduqodir Damollam to'g'risida yana nimalarni bilib oldinglar? Agar o'ylaganlaringlarni bayon qilishni xohlasanglar, ota-onanglarga yoki o'zinglar o'qiyotgan ona til kursinglardagi til adabiyot muallimlaringlarga so'zlab beringlar bo'lamdi. Kichik do'stlar, bu asarning davomini keyingi haftalik anglatishimizni davomlashtiramiz. Qenamda biroz aram og'ash naqshanglamdi.
qanmayman. Chechak o'qib endi qanmayman. Chechak o'qib endi qanmayman. Bolani uch qaysi Ah tosh, ko'k tosh, daryodagi suzik tosh, o'ynaydigan bola. Tosh, kek tosh, daryo bo'yi suzik tosh, sendan bilaman adash, o'ynaydigan bola bormi? Bo'saq aka ukidek, bunlar o'yindek, urushmaydi tejidek, o'ynaydigan bola bormi? O'ynaydigan bola bormi? Ateşinden birimen, titik sağlam balimen, hep oyunu bilimen, oynaydigan bala bamı, oynaydigan bala bamı. Kara kara kuşlarım, arkandaki nimlerim, uşak uşak ballarım, uşak uşak ballarım. Bana birini versangçu, küçüğün yese alsangçu, küçüğün yese alsangçu. Kechqurunda o'ynaymiz mökü mökülam, her tarafga taraymiz buyruq bilan tam. Bu o'yinda biraylan tapquchi bo'lur, tapquchidan boshqalar möküchi bo'lur. Uyan muzaykash, buyan muzaykash, yog'liq o'ynaymiz orqamdan agash. Menda chaqqan kash, senda sapma kash. Apta chiqdi olamga, yugurib bordim hadamga, hada to'qash ber, qiyni berib o'tin terdim bir qo'chaq, to'qash yapdi bir o'choq, hadam shakar may solg'ash, ajab tatli bu to'qach. Laylar keldi bulutday, cho'p keldi shamalday, sim yog'di yomg'irday, naqsha etoq lay. Diddi daraxt yoyunib, amdi men usul o'ynay. Diddi daraxt yoyunib, amdi men usul o'ynay. Amdi men usul o'ynay. Kay tamil kay o'ydidin izga kay. Sapmo illab quraydi, yurak andin o'ynaydi. Allappa, challappa, sarlappa. Dadam ishdan qaytganda, qattiq qo'llab tallappa. Ilani, ko'chani,
Kichik do'stlar, bu naqshlar yaxshimikan? Yoqtirdinglarmi? Agar yoqtirgan bo'lsanglar, bu naqshlarni aytishni o'rganib, ota-onanglarga, do'stlaringlarga va ustozlaringlarga aytib bersanglar, ular cho'qim sizlardan faxrlanadi. Təvərrük maqal təmsillər. Kiçik do'stlar, endi anglaydiganinglar Sabiylar dunyosining Təvərrük maqal təmsillər sahifasi. Men bu sahifada sizlarga har hafta Uyg'ur maqal təmsillaridan birini so'zlab beraman va ma'nosini yechib beraman. Sizlarni har haftada ota-bobolarimizdan təvərrük qilgan o'chmas maqal təmsillarimizdan birini o'rganib olgan bo'lasizlar. Sahifamizni boshlashdan avval men sizlarga maqal tamsil to'g'risida azroq tushuncha beray. Maqal tamsillar xalq eg'iz adabiyotining xalq ichiga keng tarqalgan, cho'nqur ma'noga va uzun tarixga ega bo'lgan bir turi. Xalqning uzun tarixiy taraqqiyot jarayonidagi turmush tajribalari bilan beshidan kechirgan sarguzashtlaridan xulosalangan. Xalq o'yliga ibrat bo'ladigan aql o'rgatguchi ahliya so'zlar maqal tamsil deb ataladi. Maqal tamsillar turmushdagi turli hodisalardan hosil bo'lgan tajriba savoqlarning xulosalanishidan maydonga kelgan bo'lib, bir necha kishining ijodiyati bo'lmasdan bir butun kollektivning tafakkur mahsuli bo'lg'achqa, uning mantiqligi bir qadar kuchli bo'ladi. Şun uni hikmatli so'zlar yoki ahliya so'zlar deb atashqimi bo'ladi. Yaxshi tuzilgan maqal tamsillarda so'zlar shunchalik ixcham ham jipslashgan bo'ladi. Uning tarkibidagi biror so'zni elib etishga yoki qo'shib qo'yishga, almashtirishga bo'lmaydi. Masalan, haq egilar sunmas. Yosh to'kkicha musht tug. Pul topqicha aql top. degan maqolalar ana shunday mukammal tuzilgan maqolalardir. Kichik do'stlar, Uyg'ur xalq maqol tamsillarini cho'qim to'g'ri o'rganishimiz kerak ekan-a? Kichik do'stlar, endi bu haftadagi Uyg'ur xalq maqol tamsili bilan tanishib chiqanda, undaq bo'lsa, diqqat qilib anglanglar. Ota-onangning hurmatini qil, xalqning xizmatini qil. Ota-onangning hurmatini qil, xalqning xizmatini qil. Bu maqolda xalqning xizmatini qilish uchun avval ota-onaga hurmat qilish kerakligidan iborat bir yaxshi nasihat o'z-o'zidan ifodalanib turibdi. Endi hammamiz birlikda yana bir qitim takrorlandik. Ota-onangning hurmatini qil, xalqning xizmatini qil. Ota-onangning hurmatini qil, xalqning xizmatini qil. Kichik do'stlar, bu maqolda xalqning xizmatini qilish uchun avval ota-onaga hurmat qilish kerakligidan iborat bir yaxshi nasihat o'z-o'zidan ifodalanib turibdi, shundaqmi? Undaqda bu maqolni esingizda saqlab oldinglarmi? Keyin haftalik maqol tamsillarimizni anglashdan burun bu maqolning ma'nosini yaxshi tushunib, esingizda saqlab olinglar. Bulamda chunki bu maqol tamsillar bizga bir umr hamroh bo'ladi. Savaqdaşlar, biz bugün 2-ci dərsxana faaliyyətimizdə tarix muzeyiga kelib, ajdodlarimiz yaratgan qimmatli asar atiqalarni ko'rgilyapmiz. Ko'z oldimizda turg'ini hargiz keraksiz tosh emas. U ajdodlarimizdan qolgan bir buyuk obida. U bizga odam bo'lishning haqiqiy yo'lini, ahamiyatini so'zlab berdi. Quloq silib anglanglar. Bolalarım, menden sizlarga nasihat. Odam axloq fazilati bilan, mehri muhabbati bilan hayvondan farqlanadi. Sizlarning
onaning illiq bag'ridan mehri muhabbatga, otaning tarbiyasidan axloq fazilatga to'yinib, vafodor avlod bo'lishinglarni umid qilaman. Xotirjam bo'ling buva, biz umidingizni hargiz yodga qo'ymaymiz. Balalar, qaranglar, bu yerda yana bir tosh bor ekan. Barikallah ballarım. Meni unutib qolmabsizlar. Men sizlarga bilimni, ilm ma'rifatni o'zinglarga do'st tutib, qobiliyatlik, yaramliq avlod bo'lib chiqishinglarni umid qilaman degan. Belik cho'ng birni yengar, bilimi cho'ng mingni degan gap oddiy gap emas bolalarım. Savaqdoshlar, anladinglarmi? Anladik. Bizning maktabda o'qib bilim elishimiz ota-onamiz yoki o'zimiz uchun emas. Xalqimiz uchun, alvatan uchun. Dunyoda har qanday bir ishni qilish uchun cho'qim bilim kerak. Tushundik, muallim. O'qiyli tirishib, ilm fan bilgidan so'raysin. Yurtimiz gullasin, jalasin, ajdod baroyini xush qilib. O'qiyli
Mən hazırdan başlap yaxşı oqub, gəlgüsdə alim bulma. Sen mi? Sen oğlum bulamsan? Sen oğlum bolsan, ben maqluqumni dongalda kesip berme. Sən kim onu göz gülməysən? Qine, meydan içinla. Ahmetcan mening qo'rzim. Ha, Yasincan mening qo'rzim. Allah quloqdan. Savaqdaşlar, urushmanglar. Ballarım, rashk hasad o'zini va o'zgini vayron qilsa, inoqsizlik, ittifoqsizlik hammani vayron qildi. Men sizlarning uyul tashdek uyushib, jafo mushaqqat, rohat farog'atda mangu billa bo'lishinglar. Ajdodlar sha'niga dog' keltirmasligini, vatan xalqda yaramli odam bo'lishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Savaqdaşlar, sizlar bugun bu atrat faoliyatimizdan nimalarni his qildinglar? Təsirat çox müəllim. Bizning ajdodlarimiz o'zining esil fazilatli, qudratli bilimi bo'lg'achqa mushundaq obidalarni tiklab ekan. Şu emasmi? Bizmi yaxshi oqib, yaxshi nam qoldirmasak, keyingi avlodlar bizni osonla unutib ketadi. Salomlaşlar, biz əməli hərəkətimiz bilan əcdadlarga və keyinki avlodlarga cavab qaytaraylik. Kichik do'stlar, men sizlarga bir tepishmoq aytib boqay, topa olamsizlar? To'liqmi inoq ayrilmay o'tadigan 32 do'stlar bor. Ularni hammamiz cho'qim bo'lishimiz kerak. Ularning ismi nima? 32 chesh. 32 bu yo'q. 32 bo'lim? Yo'q, topolmadinglar. Dostum ağla mən sana etməm bir tepişmaq. Yalnız gəlməz sadila, onlar bək muçuq qısqaq. Yalnız gəlməz sadila, onlar bək muçuq qısqaq. 32 Kichik do'stlar, endi Sabila dunyosining eng hayajonli qismiga keldik. U bo'lsa-mu, Uyg'ur bolalar tepishmoqlaridan tanlanmalar. Kim topalaydi? Bu anlatışımızda sizlarga bu haftalik tepishmoqlarimizni aytib berishdan avval o'tgan haftada aytib bergan tepishmoqlarning javobini aytib beraman. Quloq berib anglanglar. O'tgan haftadagi birinchi tepishmog'imiz ko'k ko'nglakka qo'l yetmas. Ko'k ko'nglakka qo'l yetmas. Bu tepishmoqning javobi ko'k osmon. İkinci tepişmağımız anası bir, balası ming. Anası bir, balası ming. Bu tepişmağının cevabı ay. Üçüncü tepişmağımız kichikkina o'zi, tildirlar ko'zi. Kichikkina o'zi, tildirlar ko'zi. Bu tepişmağının cevabı yıldız. Kichik do'stlar, bu tepishmoqning javobini to'g'ri tepibsizlarmi? Meningcha cho'qim to'g'ri topdinglar. Bu tepishmoqlarning javobi bo'lsa, ko'k osmon, oy va yulduz. Kichik do'stlar, ko'k osmon, oy va yulduzdan iborat bu 3 tepishmoqning javobi sizlarga nimani eslatdi? Shundoq, bizning ona vatanimizning davlat bayrog'ini. Ana vatanimiz Sharqi Turkistonning davlat bayrog'i ay yulduzli ko'k bayroq. Buni cho'qim esinglarda yaxshi saqlayveringlarmi? Endi men sizlarga bu haftalik anlatışımızda sizlar uchun tayyorlagan 3 yangi tepishmoqni aytib beraman. Qiyin emasa, diqqat qilib anglanglar. Birinchi tepishmoq: qo'lim bilan tutolmayman, yanchiqimga salolmayman. Qo'lim bilan tutolmayman, yanchiqimga salolmayman. Ikkinchi tepishmoq: bardir uning 3 ko'zi,
üç közde üç sözü. Biri dikkat, biri küt, yani biri emdi öt. Bardır onun üç közü, üç közde üç sözü. Biri dikkat, biri küt, yani biri emdi öt. Üçüncü tepişmağımız bolsa, bir pelekte 12 xemek. Bir pelekte 12 xemek. Yani bir qitim tekrarlayman. Diqqat qilib anlanglar ha. Birinchi tepişmaq. Qo'lim bilan tutolmayman, yanchiqimga salalmayman. Qo'lim bilan tutolmayman, yanchiqimga salalmayman. İkinci tepişmaq. Bardır onun üç közü, üç közde üç sözü. Biri dikkat, biri küt, yani biri emdi öt. Bardır onun üç közü, üç közde üç sözü. Biri dikkat, biri küt, yani biri emdi öt. Üçüncü tepişmağımız bolsa, bir pelekte 12 xemek. Bir pelekte 12 xemek. Kichik do'stlar, yuqorida men aytib bergan tepishmoqlarni tushunadinglarmi? Agar tushunamagan so'zliklar bo'lsa, ota-onanglardan yoki bo'lmasa o'zinglar o'qiyotgan ana til kurslaringlardagi til adabiyot muallimlaringlardan so'rab bilib olinglarmi? Bu haftalik tepishmoqlarning javobini keyingi haftalik anglitishimizda e'lon qilamiz. Qani qanchalar to'g'ri topa olasizlarki? Sizlarga omad tilayman. Do'stlar, endi Sabila dunyosining eng oxirgi bekitiga yetib keldik. U bo'lsa-mu, sizlar uchun tayyorlangan Momam aytgan Cho'chaklar nomli cho'chak anglitish sahifasi. Bu haftada mashhur Uyg'ur xalq cho'chaklaridan Chin Temir Botirning davomini anglaysizlar. Endi quloqinglar Momam aytgan cho'chaklarda bo'lsin. Sansız çiçek bileti Kıylar
Bir keçede men qopup ak süt bergen annesi ellelley 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 ballamni 7 başlıq Yalmavuz Maxtumsularning qinini sho'rab ketib qolgandan keyin bechora Maxtumsular Aks Chintömürning kelishini to'rt ko'z bilan kutibdi. Undaqda Chintömür Botur kelgandan keyin qandoq oqibat yuz beradigandu? Bugun men sizlarga bu cho'chakning davomini aytib beray. Mening bu yerga kelganligimni hech kimga aytma. Agar aytadigan bo'lsang, meningdan zodi qutula olmaysan. deb popos qipti. Maxtumsular qo'rqqandan hech nim deyolmabdi. Aks Chintömürning kelishini to'rt ko'z bilan kutibdi. Atsi kunkash bo'lishi bilan yilqi Yalmavuz mo'may yana kelibdi. Uyda bor narsalarni yeb bo'lib, ilgirgidek Maxtumsularning qinini sho'rabdi. Bu ahvol bir necha kun shu xilda davomlashibdi. Mağzı anardek, o'sni guldek Maxtumsular kundan kunga mag'dursizlanib, zabrangdek sarg'ayib ketibdi. 7-kuni Chintömür Botur o'g'dan qaytib kelib, singlisini ko'rish bilan hayron bo'libdi. Ko'ngliga gumon to'libdi. Chunki singlisi Maxtumsular bir yil kasal bo'lgan odamdek sarg'ayib ketgan ekan. Ey Maxtumsular, 7 kunning ichida shuncha o'ruqlab, sarg'ayib bolingdan ketibsan. Nim bo'lding singlim? Kimdan sana azor yetdi? deb so'rabdi Chintömür Botur. Maxtumsular yig'lab turib, Yalmavuz mo'mayning qilgan atganlarini bir-birlab aksiga bayon qilibdi. Buni anglagan Chintömür Botur nihoyat g'azablanib, agar men shu 7 boshliq Yalmavuzni o'ltirmasam, Chintömür Botur bo'lmay ketay, deb qasam ichibdi va Maxtumsularga qarab, ey singlim, mening kelganimni hech kishi bilmasin. Men ishining kayniga o'ri qo'lab mo'kib yotaman. Agar Yalmavuz kelib meni so'rasa, kundikidek kelmadi deb javob bergin. debdi. Ondan itiga, burkutiga va kuchkiga qarab, hey vafodor jonivorlarim, agar Yalmavuz mo'may kelsa, hech un chiqarmanglar. Bir amal qilib uni qo'lga tushiraylik, debdi. Bu jonivorlar Chintömür Boturning gapini uqdi ekan. Shunda qilib, Chintömür Botur maydasiga yatqat savutini tengib, beshiga do'bilg'i kiyib, misran qilichini tutib, o'rdig'i mo'kinib yetibdi. Bir kamdan keyin Yalmavuz mo'may kelib, eshikning oldida to'xtabdi. Uning yuragi dupildab, badani shurkunib ketibdi. U bugun Chintömür Botur kelgan o'xshaydi. Qaytib ketmasam bo'lmas, deb yenibdi. Lekin nafsi qaytib ketishga qo'ymabdi. Mo'may Chintömür Boturning kelgan-kelmaganligini bir so'rab ko'ray. Agar kelgini bo'lsa, qaytib ketay. Kelmagan bo'lsa, u vaqtda mening baxtim, deb o'ylab eshikka yaqin kelib, Chintömür Botur uyda babo, arg'avoq iti eg'ildi babo, misra qilichi qo'ziqdi babo, olg'ir burkuti o'rtada babo, kap-kap kuchki eshikda babo, deb so'rabdi. Maxtumsular, Chintömür Botur uyida yo'qdir, arg'imoq iti eg'ildi yo'qdir, misran qilichi qo'ziqda yo'qdir, olg'ir burkuti o'rnida yo'qdir, kap-kap kuchki eshikda yo'qdir, deb javob beribdi. Mo'mayning yuragi to'xtab, 7 beshining har biridan turli sadolarni chiqarib, havo guldirligandek kirib ketdi. Lekin ishkirga uyga kirmay, ey Maxtumsular, akang Chintömür Botur kelgan o'xshaydi. Uyingda odamning purqi bor-ku, debdi. Maxtumsular tamkinlik bilan, akam tega kelmadi,
Agar kelgan bo'lsa, arg'umoq iti ig'ilda, misran qilichi qo'ziqda, olg'a burkuti o'rnida, kapkap kuchga ishikda bo'lmasmidi? Debdi. Sen yolg'on aytibsan. Chintimir Botir aniq kelgan o'xshaydi. Odam puruq kelib turdi. U yushirib olgan o'xshaydi. Debdi Yalmavuz Mo'may. Bugün akamның ko'ynak tambulni yuyib, suyini uyga to'kkan edim. Shuning puruqi bo'lsa kerak, debdi Maxtumsula. Bu so'zni anglab, Yalmavuz Mo'may ishkirga uyga kiribdi. Odati bo'yicha Maxtumsulani uzun chechidan to'rusq esib, amdala qinini cho'raydab turishiga Chintimir Botir o'ridan chiqib, misran qilichi bilan bir urg'an ekan. Yalmavuz Mo'mayning bir ishi o'sib tushibdi. Va Chintimir Botirga qarab, bir beshimni oldim, qolgan 6 beshimga qandoq javob berasan? deb qahri bilan elishishga kirishibdi. Elishish bir kech kunduz bo'ldi. Chintimir Botir uning yana bir beshini chepib tushiribdi. Yalmavuz Mo'may uydan qochib chiqishning ilojisini topolmay, Chintimir Botirga yana esilibdi. Yana bir kech kunduz elishibdi. Chintimir Botir bu qitim Yalmavuz Mo'mayning yana bir beshini chepib tushiribdi. Uch beshidan ayrilgan Yalmavuz texmi g'azab bilan tutishibdi. Chintimir Botir uning yana bir beshini urib tushiribdi. Yalmavuz Mo'may u yoqdan bu yoqqa qochishga boshlabdi. Chintimir Botir uning 5-beshini kesib tushiribdi. Yalmavuz Mo'may endi mag'dursizlanib, ko'zlari piyoladek bo'libdi. Ishning qochib chiqay desa, Maxtumsula qilish bilan chepib chiqarmabdi. Oxir Chintimir Botir Yalmavuz Mo'mayning 6-beshini chepib tushiribdi. Endi Yalmavuz Mo'mayning yal minguz deb atalgan birli beshi qapti. U amalsizlikdan qo'yinga aylanibdi-da, uyning to'nligidan chiqib ketib etdi. "Hay Maxtumsula, xap to'xta!" deb badar qechibdi. Chintimir Botir arg'umoq etiga minib, bir besh qolgan Yalmavuz Mo'mayning orqasidan qo'g'labdi. Maxtumsula bog'loqliq qop-qop kuchkini qo'yib etibdi. Chintimir Botir Yalmavuz Mo'mayga yetishibdi. Yalmavuz Mo'may noiloj Chintimir Botirga eslibdi. Ular kashkirgacha elishibdi. Angacha Chintimir Botirning qop-qop kuchiga yetib kelib, Yalmavuz Mo'mayning poqolchiqidan tishlab tortibdi. Bir ozdan keyin Yalmavuz Mo'may holsizlanib yiqilibdi. Qop-qop kuchi uni talab o'ltiribdi. Chintimir Botir Yalmavuz Mo'mayning 7-beshini ilib, uyiga xushal qaytibdi. Dostlar, uyqunlar keldimi? Nayt afsus. Sabiylar dunyosi bugun mush yerda oxirlashdi. Keyingi haftada ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.